Assalomu alaykum jigarlar. Men bugun mana yonimdagi niki g'alati bo'lgan odam bilan PvP qilaman. Men senga to'xta, mana senga. Menga shuncha effekt berib tashadi. Cringe beryapsan menga? Men olma bilan uryapman seni. Demak, niki g'alati bo'lgan odam bir gapirib bering, o'zingiz haqingizni tanishtiring. Mana senga o'z haqingizda bir tanishtirib bering. Niki g'alati bo'lgan g'alati odam. Yo'q, qishloqda bor. Yo'q, oltin olmaymiz. Meni shunchalik bot deb o'yladingmi? Bot. Yo'qmi? Hozir men chiqarib olasan. Vashi jonim ketgan yo'q. Bitta ham jonim ketgan yo'q. Ke oldimga do'xingami? Yo'q, men endi jonimga. Ke davay. Bo'lishni bilmayman. Tupoy. Shlem ketdi. Sanikimi? Saniki. Serios? Ha? Shlem ketdi saniki. Shlem ketdi. Boshsiz chavandoz obrazida qolamiz bunaqada. Ey. Aytgancha yutqizganga nagazani berishimiz kerak-a biz. Yutqizgan odam 100 blokdan water drop qilish kerak. Rozimisan? Agar qilolmasa prosta nima qiladi? Tushunmayman. Mayli, biz mujikmiz. Suv ber menga, suv. Suv? Ha, suv. Извините, пожалуйста, suv nету. Obunachilar, men chiqib oldim shaqa. Bismillah deymiz. Illa billah bismillah. O'lmasam bo'ldi. Hoppa, o'ldim. Mayli, boshidan qilamiz-da. Assalomu alaykum. Men yana bitta urinib ko'raman. Illa billah bismillah deymiz-da. O'l. Suvni quydim, lekin o'lib qoldim. Obunachilar, mana yana bitta 3-urinish bu. Illa billah bismillah. Qildim, ko'rdinglarmi? To'n. Qaranglar. Nice. Bo'ldi, shu bilan video tugadi. Hammaga xayr, chao, cha-cha-cha-kao.